Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, navbatdagi gigant qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini, narxlarini aytib o'tamiz. Undan avval esa har doimgidek like kutib qolamiz sizlardan. Qafasimiz uzunligi 3 metr, balandligi 2,5 metr, yon tomoni esa 1,85 sm o'z ichiga oladi. Qovurg'alari, ramkalari 1,8 temir ugonlikdan bo'lgan, yo'llari ekstalit MDFlar tortganmiz, o'ziga juda ham yarashib turibdi. Qulayliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bitta baho beribsizlar, ikki tomonda ham mana portichkalar mavjud. Qafasimiz mana yomg'irda, birinchi yomg'irda ham ko'rdi va qilt etgani yo'q. Laklarni sepganmiz, eshiklari arqa ko'rinishda. Juda ham chiroyli, keng holatda bo'lgan qafasimiz. Ichiga kiramiz, odamni bemalol ko'tarish xususiyatiga ega qafasimiz. Xonalari yetarli darajada ikki qator bunaqasiga ham tortganmiz. Uyalari jami 50 ta uyalari bor va qo'shimcha mana bu yerda qo'nib turish uchun fantaziya kiritib ikki tomonga ham o'rnatib qo'yganmiz va odamni bo'yi tegmaydi, ko'rib turganingizdek. Qo'llari ham juda ham mustahkam qafasimizni va setkalariga alohida baho beramiz. Bu setkani hatto qo'lda uzib bo'lmaydi, odam uzolmaydi va xavfdan xoli bu qafasimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, qafasimizni Namangandan Toshkent viloyatiga $600 tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat.